Aziz mijozlarimiz, qadrli kuzatuvchilarimiz, do'konimizga kelgan oyoq kiyimlarimizning obzorini boshladik. Hozirgi mavsumga mos bo'lgan toza charmdan oyoq kiyimlarimiz keldi. Podiyomli opajonlarimiz sizlarni o'ylagan holda rezinka qo'yilgan, ichlariga ahamiyat beramiz. Ortopedический o'zini massaj effektiga ega. Poshnalarga ahamiyat beramiz. Orqa taraf sal ko'tarilgan, past bo'lsa splashnoy bo'lib ketgan. Bu yurishimiz uchun qulay. Razmerlarimiz 36, 37, 38, 39, 40 razmergacha. Yengilliklarni yaxshi ko'radigan. Mana shunaqa lakirованный kojani, buni o'zi muxlislari bor, terilari chunki kauchukli. Juda ham kачество zo'r, oldidagi toshlarini qaranglar. Ichlari ham kojadan qilingan. Yurish uchun qulay. Razmerlari 36, 37, 38, 39, 40 razmergacha. Doimo trendda turadigan, bizning opajonlarimizning eng sevimli modellari bo'lgan shunaqa toshli lakirованный kojadan, toza charmdan bo'lgan oyoq kiyimiz. Buni ham tegi kauchukli, yurishga juda qulay, terlatmaydi. Ichida o'zini ortopedический effekt beradigan joylari ham bor. Klassik uslubda yaxshi ko'radigan, toshli bo'lsin, lekin ko'zga tashlanmasin deb xuddi shunaqasidan olib keldik. Toshlariga ahamiyat beramiz. Oyoqda quchchadek qilib qo'yadigan, oyoqlari ingichka opajonlarimiz sizlar uchun juda ham mos keladigan. Katta oyoqni ham kichkina qilib chiroyli qilib ko'rsatib qo'yadi. Buni xudo xolaliga qo'ysanglar ham mazza qilib duo qilib kiyishadi. Teylari kauchukdan umuman yedirilib ketmaydi. 36, 37, 38, 39, 40 razmerlarda Solixa butikda. Modelimizning nimasi bilan yaxshi ko'rishadi? Shu ichi bilan yaxshi ko'rishadi. Shunaqa massaj effektini beradi. Yurganingizda oyoq charchab qolmaydi. Yozgi oyoq kiyimdan keyin qishkiga o'tmoqmiz deysizlar, yo'q, bu umuman farqini bildirmaydi, chunki oyoqinglarni og'ritmaydi. Podiyumi bor, ko'stichkasi bor opajonlarimiz sizlarga ham bemalol keladi. Kojalari shunaqa krokodil koja, toza kojada qilingan. Effektlari zo'r, yumshoqligini ko'ryapsizlarmi? Podiyum ham sizlar uchun moslangan. 36, 37, 38, 39, 40 razmerlarida. Issiqqina oyoq kiyimlarimiz ham yetib keldi. Ichlari ham toza mexlari toza norka bo'lay, yumshoqqina, original. Oyoqinglarni issiq ushlaydi. Podiyumni esdan chiqarmaganmiz, rezinka qo'ydirganmiz, poshnalari ham yurishga qulay. 36, 37, 38, 39, 40 razmerlarida. Ko'rganda bu jonlarni Amrokon mahsulollarini eslatib yuborar ekan. Shunaqa mahsulotlarni kiyib yurishardi, chillatib. Buni ham qaranglar, xuddi shunaqa qilib ishlangan. Ichi yana shunaqa mexda, oyoq issiqqina turadi. Yupqa naskila bilan ham bemalol qishki qahratonida ham kiyasizlar. Oldilari podiyumni 36, 37, 38, 39, 40 razmerlarida. Doimiy klassik uslubda yaxshi ko'radigan opajonlarimizga sag'algina poshnasini baland qilib yuradigan. Mana xuddi shunaqa oldilari ham chiroyli qilib ishlangan, teylari sirpanmasligi uchun mana shunaqa yo'llari bor. Qaranglar, bu oyoqda zo'r turadi, sirpanib ketmaydi. 36, 37, 38, 39, 40 razmerlarida. Aziz opajonlarimiz, tugab qolmasdan dastavka xizmatidan ham bemalol foydalanib olasizlar. Sizlarni Solixa butikda kutib qolamiz.